ipotekaga 3 xonali birinchi etajdan kvartiramiz chiqdi. Yunusobod 19-kvartal. Bitonka bo'lsa, orientirimiz yoki restoran Farruh Fayz bo'ladi. Bu yerda kruj zonamiz, o'ng qo'limizda kattagina zalimiz keladi. Shu 20 ga 520, общий kvadratura kvartiramiz 78 kvadrat bo'ladi. Bu yerga yurganimizda chap qo'limizda birinchi bo'lib детский spalnyamiz keladi. Yonida bo'lsa, alohida родительский spalnyamiz joylashgan. To'g'rimda kladavoy zonasi. Birinchi bo'lib yonida sanuzelimiz, alohida hammomimiz joylashgan. Sanuzeldan chiqqanimizda to'g'rida oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni balkonga chiqarib qo'yib, bu yerda ovqatlanib o'tiradigan yoki sklad qilib qo'yishgan. Bu yerda bo'lsa balkonimiz 2 metrga 6 metr tapchanli qilib, chiroyli o'tirib ovqatlanadigan joy qilishgan. Выход огородga bor, oldida stoyankasi ham bor. Juda ham zo'r lokatsiyada, narxi $83,000 deyishyapti. Sunnatiga kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bunaqa narx uchun birinchi etaj juda ham zo'r. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.